İnson ba'zida butunlay tugishib, ma'naviy va moddiy bütün boyliqlarni yo'qotib qo'yishi mumkin. Hatto nemil ish qilsa yo'li to'silib qoladigan, yordam so'rab qaqqonlik ishik yuziga yepiladigan darajada og'ir ahvolga tushib qolishi mumkin. Kunlarning o'tishi bilan qiyinchiliklar ko'paygan sari qaysarlik bilan yo'lini davom qilishga bardoshlik berolmay qoladigan chog'larmi bo'lishi mumkin. Hayotning tuman minglagan jafo mushaqqat, azob oqibat va qiyinchiliklar oldida insonni yo umidsizlikka va isyonga ilib boradigan eng cho'ng omillardan biri bo'lsa, hayotning sirini tonish va uni hayotimizga tatbiqlamaganligimizdir. Agar zehnimizni butunlay hayotning sirini o'rganishga, hayotimizda yuz berayotgan o'zgarishlarning sababini va har bir o'zgarishga yoshirilgan hikmatlarni o'rganishga qaratmoqchilik, mengayotgan yo'limizning boshlanishi bizni mag'lubiyatga boshlaydigandek ko'ringan taqdirdami, eng oxirida cho'qim g'alaba qiladiganligimizga shaksiz ishonmaguchilik, oxirida erishadiganimiz og'ir ziyon tortish va umidsizlikdan boshqa yana nima bo'ladi deysiz. Lekin shuni unutmangki, vaqt suvdek eqiveradi. Kunlar bir-birini qo'g'lashib, kecha kunduzga agishib, dunyodagi barliq mavjudot har vaqt yengilib mingiveradi. Hozir holatimiz qandoq bo'lishidan qat'iy nazar hargiz mushbit turavermaydi. Muhaqqaq o'zgaradi. Amaliyotda koinotdagi har bir mavjudiyat o'zgarib turmamdi. Bu dunyoning xemri o'z aro zidliklar bilan yo'g'rilgan. Yig'i bilan kulka, boylik bilan yo'qsullik, yaxshilik bilan yomonlik, xotirjamlik bilan jadal majra, g'alba bilan mag'lubiyat, oyatlik bilan o'limga o'xshash zidliklar amaliyotda bu dunyoning tangpongliqini saqlashga foydalidir. Ulug' Allohning oyatlikdagi o'rinlashtirishi mana shundaqdir. Rabbimiz bizni har vaqt mushu holatning ichida aylantirib turadiganligini bayon qiladi. Shundaqla har qanday bir holatning ma'lum bir belgilangan vaqti bor bo'lib, belgilangan vaqtga kelib, vaqti to'shqanda ondan ketadi. Ochiqdan keyin navbat tatliqqa keladi. Davondan keyin dog'dam yo'lga keladi. Oxirida hammasi tugab, ishlar iziga tushadi. Dunyo ilohiy qudratning namoyon bo'lishida aynakka o'xshaydigan bo'lib, har bir odamga o'xshamaydigan shaklda aks etadi. Ko'ngil bergan odamga achchiqmi tatliq bilinadi. Ko'ngil bermagan odamga tatliqmi ham achchiq bilinadi. Shuningdek, Allohning qudrati to'g'risida izlanishmi insondan chidamchanlik va g'ayrat talab qiladigan ko'ngil ishidir. Har bir odam farqli nishon bilan hayotga yuzlanadi. Taqvodor bir musulmonning asli nishoni o'tkinchi dunyo hayoti emas, balki Allohning roziligiga erishish va Allohning jamolini ko'rishdir. Nishon mushundoq mangulik bo'lganda, ko'zni yumib ochqish tugaydigan vaqtlik dunyoning qiyinchiliklari mu'minni tavritib, umidsizlikka tushirib qo'ymaydi. Aksiya, bu qisqa dunyoning saxtaligini ko'rgan siri mangulik dunyo orzusiga texmo bog'lanib, butun ishtiyoqi bilan yo'lini davom qiladi. Eg'ir gunoh ma'siyatga petib ketgan bir kishi qo'lidagi butun toat ibodatlarning hammani shaytonga tutqizib qo'ygan taqdirdami, rahimdil bo'lgan ulug' Allohga bo'lgan ishonishini yo'qotib qo'ymasligi kerak. Rabbiga bo'lgan sevgisini qo'dishi, Rabbi tarafdan kechirim qilinish umidini yo'qotib qo'ymasligi kerak. Agar ilayotgan tiniqi oxirgi tiniq bo'lmasa, bu holatidan qutula oladiganligini, Allohga qaytib tavba qila oladiganligini, yaxshi ishlarni qila oladiganligini va Alloh yaxshi ko'radigan bandalar qatoridan bo'la oladiganligini qat'iy esidan chiqarmaslik kerak. Chunki zarrachilik iymon va Allohga bo'lgan sevgi insonni jahannam o'tidan qutuldirishga yetarlikdir. Mushuningdek go'zal ruhiy holat ichida mu'min umid va qo'rqinch otliq ikki qanot bilan Rabbining roziligi tarafga qarab uchadi. Bizga nisbatan umid qo'rqinchdan bir qadam oldida mangadi. Chunki bizga Rabbimiz rahmatining har vaqt g'azabidan ortiq ekanligi to'g'risida xush xabar bergan. Allohning rahim sifatiga haqiqiy ishongan mu'min hayotida yo'liqqan qiyinchiliklarga Allohning rahmatiga va Allohning jamoliga erishishni umid qilish orqali taqobil turadi. Dard va qiyinchiliklar mu'min emas kishiga dunyoni do'zaxdek his qilg'izadi.
Mümin kişinin chiroyi Allohning rahmati va jamoliga erish umidi bilan parlaydi. Agar mümin bo'lmagan kishi dard va qiyinchiliklarga uchrasa, hayotdan butunlay umidini uzib, dunyoni do'zaxdek his qilib qoladi. Agar o'xshash dard va qiyinchilik bir taqvodor müminning beshiga kelganida, mümin bütün dardlarini Allohga topshirdi-da, Allohning rahmati va jamoliga erish umidi bilan hayotini davomlashtirdi. Va bu umidning ta'sirida qalbi xotirjamlik to'lib, chiroyi nurlanadi. Chunki haqiqiy mümin ishning boshlanishidan bakroq natijasining muhimligini va haqiqiy qalbining bu dunyodan iborat emasligini, haqiqiy qalbi qilg'uchi bilan mag'lub bo'lg'uchining kim ekanligining mangulik abadiy dunyoda ayrilganligini obdan biladi. Xo'sh, undaqda Alloh bandasini yaxshi ko'rib turib, nemishqa qiyin ahvollarga tushirib qo'ydi. Albatta, o'zining ojiz ekanligini va buyuk Allohning ulug'ligini tonish, mush orqali tajriba to'plab ko'proq ilohiy mukofotlarga erishish uchundir. Ulug' Alloh mushu sababdan bandalarga qiyinchilik berib, uni imtihon qiladi. Mana biz dal mushu qonuniyatni tushungan vaqtimizda yangi bir iymon bilan qaytadan tirilamiz. Müminning jismi bir tarafdan qiynalsa-mu, qalbi Allohga bo'lgan umid orqali taskin topadi va xushallikqa erishadi. Chunki tortgan qiyinchiliklar müminning qalbini uyg'otib, aql farosat eshigini ochadi. Bu orqali musulmon o'lishdan burun uyg'ongan, Rabbini tonigan, Rabbi bilan o'zi o'ttirsidagi nafsni o'ttirdan chiqara olgan bo'ladi. Mana bu musulmonning dunyo hayotida qo'liq keltiradigan eng katta g'albisidir. Yer yuzida islom va go'zal axloqni qo'g'dash vazifasi bo'lgan mu'minlar butun dunyoning ozg'unligiga qarab ketayotganligini, ko'pincha kishilarning shayton bilan do'st bo'lganligini ko'rgan chog'da oxirgi zamon yetib keldi. Nima qilsak bekor deganicha umidsizlanib ketishi to'g'rimi? Asla. Janobi Alloh botilga qarshi maydonda o'zini ojiz his qilgan mu'minlar uchun mundaq xitob qiladi. Bo'shishib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, sizlar ustunlik qozonasizlar. Ali Imron 139-oyat. Bütün vujudi bilan Allohga haqiqiy umidini bog'lab, davosini davomlashtirgan, kuchining yetishi qulluq xizmatini davomlashtirgan har qanday bir mu'min aniqki Allohning tavfiqi bilan g'alaba qiladi. Bütün tavfiq va g'alaba Allohdandir. U zot qiyinchiliklar orqali bandasining ruhiyatini tarbiyalashni xohlaydi. Allohning bu o'rinlashtirishidagi maqsadni bilgan kishilar har vaqt g'alaba qiluvchilardir. Ay qarindishim, mu'min qiyinchilik va yoki rohat farog'atda bo'lsin, hech qanday narsani yo'qotib qo'ymaydi. Yetarki o'zi uchirgan vaziyatdagi vazifani to'nisin va vazifasini voyaga yetkazib o'rindasin. Yashagan har qanday holatining vaqtlik ekanligini, eng muhim bo'lgani odoqqa chitavranmaslik ekanligini bilsin. Allohga bo'lgan taslimiyatini yo'qotib, Allohga isyon qilishdan saqlansin. Qo'llarini egiz ko'tarib, oshiq Yunusga o'xshash iltijo qilsin. Kelsi jalolingdan jafo yoki jamolingdan vafo. Har ikkisi jonga oromdir, ey Alloh. Qahringdimi shodlik bordir, iltifotingdimi shodlik bordir.